Aybing seni onang qo'shiq chiqib. Xotinim xafa bo'ladi, yuragim haqida aytsa. Pastga o'tirib olsam bo'ladi? Assalomu alaykum. Qiziq TVning ashaddiy muxlislari 2026-yilning eng shov-shuvli konsertiga tashrif buyurdik. Bizni oxirigacha kuzatishda davom eting. Demak, biz boshladik. Pastga o'tirib olsam bo'ladimi? Savollar aniqmi? Aniq, xudo xolasa. Albatta qilingan duet menimcha yomon bo'lmadi. Muxlislarimiz qalbidan joy oldi deb o'ylayman. O'shaning uchun menimcha Rayhon bilan yana duet aytamiz. Mana siz Yulduz Usmonova bilan duet qilib, o'zi eng san'atimizni pikida turgan inson bilan duet qildingiz. Keyingilari kim bo'lishi mumkin? Qaysi san'atkorlar? Taxminingizda turgan, xayolingizda turgan. Endi bilmadim, takliflar ko'p. Avvalambor hammaga taklif uchun kattakon rahmat aytaman. Barcha san'atkorlar hurmat qilaman. Hammasi joni sog' bo'lsin. Ijodlariga omad tilayman. Hammasi imkon qadar duet aytaylik desa, qo'limdan kelgancha aytishga harakat qilaman. Biz o'sha bolaligimizdan Rayhonni muxlisi bo'lganmiz. Hattoki orzu qilganmiz, bitta sahnada turib qo'shiq kuylashni va mana shu Dreams Come True degan demak his-tuyg'ular hozir o'tmoqda. Sizlarga Bu albatta o'zgacha hissiyot. Qachonlardir bu narsani orzu qilganmiz, hozir bir sahnada qo'shiq kuylayapmiz va duet. judayam ko'p сообщение oldim Instagramga. Iltimos, konsert bering, konsert bering, konsert bering. Keyin men tushundim, boshqa iloji yo'q, berish kerak. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Ijtimoiy tarmoq portlatyapsiz, ijodlaringizga omad tilaymiz. Katta rahmat. Konsert qalay bo'ldi aka? Konsert dahshat. Men Samarqandda 100 ta odam olib kelganman. Aynan Rayhon konsert. Aynan Rayhon uchun. Xudo xolasa 2 yil oldin konsert bermagandagi payt qachon muxlislar olib borar ekanman, rosa ziq bo'lardim-da. Eshitganimda Samarqandda 100 ta odam olib keldim. Qaysi qo'shiqlaridan o'zi Rayhonni tanigansiz? Yuragimda. Bitta eshitaylik. Ya, endi ayta olmayman. Xotinim xafa bo'ladi. Yuragim haqida aytsa. Xotiningizga aytasiz. Sog' bo'ling, Rayhonni muxlislarini hammalariga omad tilaymiz. Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Qalay bo'ldi konsert? Вообще zo'r bo'ldi. Oilaviy uchdinglar. Oilaviy uchdik. Muxlislar. Musoqqa. Qaysi qo'shig'idan o'zi? Hamma ashulalari zo'r, bir-biridan zo'r. Qo'shig'idan tanigan. Xato bo'lsa bo'lar ekanda, lekin jonim o'sha sanda. Qalay
Qanday bo'ldi konsert? Konsert yaxshi zo'r bo'ldi. O'tirmadik, faqat Faqat o'ynadik. turdik. Faqat baqir-chaqir o'yin. O'tirmadik, chunki joyimiz yo'q edi, demak yaxshi. Joylar saralangan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Qanday bo'ldi konsert? Zo'r, juda ham zo'r bo'ldi. Yoqdimi? Mazza qildik. Bilet Kutganimdan ham a'lo. Bilet kimdir sizga sovg'a qilganmidi yo sotib olganmidingiz? O'zim har yil olaman. Bitta o'zingiz tushdingiz. Yo'q, oilam, onajonim. Mana ko'rganingizdek azizlar, Rayhon show konserti mana shunday yuqori tempda va ajoyib atmosferada o'z nihoyasiga yetdi. Bizni kuzatishda davom eting. Hali qiziqlar oldinda.